Yosh avlod vakillarining qiziqish va intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularga zamonaviy kasblarni o'rgatish hamda bu boradagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Samarqand shahridagi Turizm akademiyasida Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasi ham ayni shu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Unda viloyatimizdagi umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida tahsil olayotgan o'quvchilar ishtirok etishdi. Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasining asosiy maqsadi bitiruvchi yoshlarni mamlakatimiz va xorijdagi oliy ta'lim muassasalari, ayniqsa xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan nufuzli universitetlar faoliyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat bo'ldi. Ko'rgazmada O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Malayziya, AQSh, Germaniya, Tailand, Turkiya, Polsha, Gruziya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlar ta'lim muassasalarining vakillari qatnashdi. O'quvchilarga IT, xalqaro biznes, marketing, menejment, diplomatiya kabi zamonaviy yo'nalishlarda ta'lim olish imkoniyatlari, o'qishga kirish shartlari va stipendiya dasturlari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Bu ko'rgazmaga xorijiy davlatlardan va boshqa oliy ta'lim muassasalaridan 45 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari jalb qilingan. Mayfair tashkilot tomonidan mana bugun Samarqand shahar va unga yaqin bo'lgan hududlardagi 5 mingdan ziyod o'quvchilarimiz bugun mana shu ko'rgazmaga ishtirok etib, o'zlarini kelajakda qaysi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish mumkinligi to'g'risida va oliy ta'lim muassasalarining rahbariyati bilan o'sha oliy ta'lim muassasalaridan kelgan xodimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilib, hattoki o'quvchilarimiz o'zlarining tilida gaplashib, ular bilan o'sha ma'lumotlarni olishmoqda. Bugun umumta'lim maktablarini bitirayotgan yoshlar oldida tanlash imkoniyati katta. Maktabdan tashqari o'quv kurslarida bilimini mustahkamlab, til o'rganayotgan yoshlar ulkan marralarni ko'zlab harakat qilmoqdalar. Albatta, bu jarayonda kasb yo'nalishini tanlashda ikkilanish bo'lishi tabiiy. Ko'rgazma ana shu jihatlar bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Unda bitiruvchi yoshlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi amaliy misollar orqali tushuntirildi. Ta'lim va kasb yo'nalishidagi xalqaro ko'rgazmada biz ishtirok etyapmiz va bu ko'rgazmada 10 dan ortiq xalqaro universitetlar va ularning bakalavr, magistratura kabi yo'nalishlarni ko'rib chiqdik. Asosan bizga o'xshash 11-sinf bo'lgan bitiruvchi o'quvchilar uchun bu yaxshi imkoniyat. Chunki biz oliy o'quv yurtlariga kirishda o'zimizga mos universitet tanlashga bu juda ham yaxshi bo'ldi. Ushbu ko'rgazma yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochishi barobarida xalqaro miqyosida tan olingan diplomlarga ega bo'lish, chet elda zamonaviy kasb hunarlarini egallash orqali mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishga zamin yaratadi.